Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men sizlarga Gemini orqali qanday qilib qo'shiq yaratishni aytaman, o'rgataman. Shuning uchun Geminiga kiramiz va любой tekstillarni yozasizlar. Menda уже borligi uchun desam yo'q chiqmadi. Demak yozamiz. Qaranglar, obuna, podpiska tashlashni esdan chiqarmanglar, laykni bosib tashlanglar emasdan. Bundan-da qiziqarli videolar kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketish esinglardan chiqmasin. Xo'p, boshladik bo'lmasam. Tayyor. Xo'p, boshladik bo'lmasam. Qaranglar endi. Yo'nalishda shunday deb yozasizlar, o'zi keyin bu yo'nalishda yozsanglar aytib beradi. Va bunda bir kunda 10 marta bo'lsa kerak, menimcha maksimalni 10 marta shunaqa tekstillar yozishingiz mumkin. Oxirigacha yozmaydi, lekin bu o'sha 31 soniya shunaqa yozib beradi. Zato stillarda chiqarib olishingiz mumkin. Qanday yo'nalish tushadi, o'sha tekstillar qanday emas. Bu meni birinchi videoyim. Nasib bo'lsa bundan qiziqarli videolarni yasab beraman sizlarga. Ko'proq sun'iy intellekt yoki bo'lmasam telefon ichidan nastroykalar, shunga o'xshash savollar bo'ladigan bo'lsa bemalol yozishingiz mumkin. Undan keyin harakat qilib chiqarib beraman. Mana qo'shig'imiz tayyor, eshitdinglar bo'lmasam.